o'tda men yaxshi ustozni qo'lidan yetakladim. Ustoz meni qo'limda yetakladi. O'rgandimki, daraxt bir joyda ko'karadi degan narsani o'rgandim. Shu hozir men chalkash gapirolmayman, hayajon juda qattiq bo'ldi. Даже hozir yuragim qinidan chiqib ketdi. Shunday samimiy, buyuk va kelajagi porloq insonlar oldida nutq so'zlashdan bag'oyat xursandman. Men bu nutqni jang san'atiga o'xshataman. Insonni so'z boyligi bitmas tuganmas o'q dorisidir. Insonni xarizmi bu o'zini qalqonidir. Insonni jestlari, mimikalari u xanjar va qilichidir. Men bu kursda o'zimni yangitdan kashf qilgandek bo'ldim va men o'z nutqim bilan insonlarga manfaati tegadigan nutqim bilan insonlar qalbini zabt etaman. Kaminayu kamtarin Mirza Ahmad Hasan. Rahmat.